Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun biz siz bilan xalq pedagogikasi fanidan milliy o'yinlar va ularning tarbiyaviy ahamiyati haqida gaplashamiz. Rejamiz o'zbek xalqining milliy o'yinlari, ikkinchisi milliy o'yinlarning turlari, uchinchisi milliy o'yinlarning yoshlarga tarbiyaviy ahamiyati haqida fikr berib o'tamiz. O'zbek xalqining milliy o'yinlari bu xalqning tarixiy merosi, an'analari, madaniyati va hayot tarzini aks ettiruvchi muhim usullardan biri hisoblanadi. Milliy o'yinlar nafaqat jismoniy faollikni rivojlantiradi, balki ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashda, yosh avlodni tarbiyalashda, kuchi va chidamlilikni oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki xalqning milliy o'yinlarini turli xatti-harakatlarni ifodalash jarayonida o'zining natijasini ifodalab berishi mumkin. O'zbek xalqining eng qadimiy va mashhur milliy sport turlaridan biri kurashning asosiy maqsadi raqibni yengishdan o'z faoliyatini aks ettirib beradi. Bu o'yinda 2 nafar ishtirokchi ishtirok etadi. Ular o'rtasidagi kuchi va ularning mahoratini sinab ko'rish, chidamlilikni oshiradi va shuningdek jamiyatda hurmat va adolatni targ'ib etishda o'z faoliyatini aks ettirib beradi. Kurashning o'ziga xos usullari mavjud bo'lib va bu o'yin ko'pincha yig'inlar o'rtasida o'tkaziladi. Kurashning turli shakllari, yirik kurashlar, kurash jarayonlarida o'sha 2 kishi o'rtasidagi bo'layotgan munosabatlarni o'z faoliyatida aks ettirib beradi. O'q otish, kamondan o'q otish o'zbeklar orasida qadimdan mashhur bo'lgan sport turi hisoblanadi. Bu o'yinda ishtirokchilar maxsus kamondan o'q otadi va o'q otish jarayonida nishonga tekizish, nishonda urish orqali mohirlik darajasi o'zining faoliyatini aks ettirib berish jarayonida kamonchi o'z faoliyatini aks ettirib beradi. O'q otish jarayonida ayniqsa turli bayramlarda, kuch munosabatlarida o'tkaziladi. Bu yig'inlarda foydalanish jarayonida sportchi o'z mahoratini aks ettirib beradi. Milliy o'yinlardan yana biri ko'pkari o'yindir. Bu o'zbek xalqining eng mashhur yirik jismoniy sport o'yinlaridan biri hisoblanadi. Odatda yirik hayvonlar, asosan otlar ishtirokida o'tkaziladi. Bu o'yinlarda 2 guruh o'rtasida kurash olib boriladi. Ularning maqsadi va o'z raqiblarini mag'lub etish ko'pkari deb ataladi. Ko'pkari o'zining kuchli va o'sha o'z xatti-harakatlarini o'zining faoliyatida aks ettirib berish jarayonidagi munosabatlarni o'z faoliyatida aks ettirib beradi. Ko'pkari nafaqat o'zbek xalqining jismoniy kuchini sinab ko'radi, balki hamjihatlik, birgalikdagi faoliyatlarni bir-birini qo'llab-quvvatlash orqali o'z natijasida ifodalashi mumkin. Jismoniy rivojlanish, milliy o'yinlar jismoniy faollikni oshiradi va yordam beradi. O'yinlar orqali yoshlarda kuchi, chidamlilikni oshiradi va o'sha har bitta holatga nisbatan jismoniy jihatdan ko'nikmalari bolalarda shakllanadi. O'yinlarda ishtirokchilar orqali jismoniy sog'liqni sog'lom bo'lishda, bu esa ularning kundalik hayotdagi ham muvaffaqiyatlarga erishishga yordam beradi. Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish, milliy o'yinlar yoshlarni o'zaro muloqot qilish, guruhda ishlashda va jamiyatdagi bir-biriga yordam munosabatlarini berish, ular orqali tashkilotchilik, bir-birini o'z xatti-harakatlarini nazorat qilish, o'zaro hamkorlik, birgalikda ishlash orqali maqsadga erishish imkoniyatlarini bolalarda shakllantirish mumkin. Masalan, misol uchun o'sha kurash, ko'pkari kabi o'yinlar yoshlarni bir-birlariga hurmat munosabatlarini shakllantirish, raqibni qo'llab-quvvatlash yoki bo'lmasa o'zaro raqobatni sport ruhi orqali boshqarish imkoniyatlarini bolalarda shakllantirishimiz mumkin. Axloqiy va ma'naviy tarbiya. Milliy o'yinlar yoshlarni nafaqat jismoniy, balki axloqiy jihatdan ham tarbiyalaydi. O'yin orqali halollik, adolat, mehnatsevarlik kabi fazilatlar bolalarda shakllanadi. Sabr, toqat, muhabbat va muhofaza qilish kabi axloqiy qadriyatlarni shakllantiradi. O'zaro hurmat va vijdon bilan harakat qilish, adolatli bo'lish imkoniyatlarini bolalarda shakllantiradi. Misol uchun, Navro'z bayramlari, Ramazon bayramlarida milliy o'yinlar yoshlarni o'z xatti-harakatlari orqali halollik, xatti-harakatlarni to'g'ri ifodalash, ularning mehmondo'stligi va o'zaro hurmat munosabatlarini yoshlarda shakllantiradi. Madaniyat va an'analarni saqlash, milliy o'yinlar o'z xalqining madaniy an'analarini o'zida singdirish, milliy qadriyatlarni, urf-odatlarni, madaniy meroslarni o'rgatadi. O'yinlarda o'zbeklarning
tarixiy madaniyatini yosh avlodga nisbatan singdirish, milliy bayramlar, yirik tadbirlar davomida milliy o'yinlar alohida ahamiyatga qaratiladi. Chunki misol uchun Navro'z bayramlarida o'tkazilgan milliy o'yinlar, milliy kurashlar yoki bo'lmasa milliy xalqning madaniy meroslari bilan tanishadi. Bularning barchasi milliy urf-odatlarni va an'analarni hurmat qilishga bo'lgan munosabatlar yoshlarda shakllanishdan dalolat bo'ladi. O'zlikni anglash va vatanparvarlik milliy o'yinlar orqali yoshlar o'zligini anglash, milliy iftixor va vatanparvarlikni o'rganadi. Bu o'yinlarda yoshlarni o'z xalqining tarixiga, urf-odatlariga, madaniyatiga bo'lgan hurmat oshishga yordam beradi. Masalan, Olpomish kabi milliy o'yinlar orqali o'zbek yoshlarida tarixiy qahramonliklar, milliy urf-odatlar va qadriyatlarni anglashda va hurmat qilishga munosabat bolalarda yaxshi shakllangan bo'lishi kerak. Chunki milliy o'yinlar orqali nafaqat jismoniy faollik oshadi, balki yoshlarni axloqiy va ijtimoiy, ma'naviy jihatdan tarbiyalashda yordam beradi. O'yinlar orqali yoshlarda halollik, adolat, birlik, hamkorlik va vatanparvarlik munosabatlari bolalarda shakllantiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.